nemgir ishdan charchab kelasan, ertalab yana ishga ketaversan. Erkak shunaqa yaralgan ekan. Ayasi ishdan charchab kelganimga esimdan chiqib qoldi. Vannaga olib kirib yuvib. To'xtang. Men o'zim yuvib qo'yaman, siz charchab kelgansiz, uxlab dam oling. Hamma ishlarni men o'zim qilib qo'yaman, adajonisi. Onang nemgir, meni xotinimmi bu? Ovqat pishguncha chidolmayman-ku. Ayasi, qozon tepasida ko'lanmoqchi emasdim. Bo'ldi, dadajonisi, ha tuzini tatib ko'rish kerak-ku. Ayasi, o'zingmisan? O'zimman, dadajonisi. Ha o'tiring, suzib beraman, birgalashib ovqatlanamiz. Voy, onang. Eng tinchak vannada o'zi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pul duxidimi? Ayas, tavba qildim. Topgan pulim seniki. Yo'q, dadajonisi, bu pullarni belis qiynalib, terlab ishlab topgansiz. Menga pul kerak emas, o'zingiz ishlating. Pul erkak kishida turish kerak. Onang nemgir xotinimda o'zgargani rost bo'lsin. Ayasi makagin-da. Ana bir-birimizni tushunib oldik-ku. Endi aql baxtli oila bo'lib yashaymiz, xo'pmi? O'zgarganini yuvamiz ayasi. Nimada ketamiz? Ayasi, mashinani nima qilding? Dadasi, men ham sizni so'kmadim, sassiq paypog'ingizga. Va kallang qurg'ur sassiq paypoq bilan bitta butun mashinani farqi bor-ku. Dadajon, va'da beraman, polni o'zgaraman. Tirik qolsang va'da ber, polni o'zgarasan. Yetib olsam big'illataman. Aka,